Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ishqibozlari. Biz hozir Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Xonot qishlog'idan universal drabelkalar joyida biz qisqacha Samarqandliklar uchun qisqacha video obzor qilib beramiz. Bug'doy, makka, o't, somon, poya, qamich hamma chiqaradi universal drabelka. Bug'doy chiqaramiz. Qisqacha motorlari, setkalari hammasini tanishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum. Hozir sizlarga biz xon drabelkalarini qisqacha obzor qilib beramiz. Drabelkamizda 4 ta setka bo'ladi. Bug'doyga, makkaga, 2li, 4li. O'tga, yana mayda qo'ybob, molbob. Drabelkamiz optilinda mahaviylik 18 ta pichoq, mahaviy 9700 mahaviy, 18 ta kasilgan pichog'i, malatka pichoqlarigacha. Motorimiz 6,5 kW, 3,5 oborot bo'ladi. Alyuminium o'tga, misam o'tga qolagan bu. Buni tanishtirsak, setkalari yondan almashadi. Mana teyasini ochib yurmaysan, yondan almashadi. Yondan kirib chiqadi bemalol. Hozir ishlash jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz. 3. Yero'ng'oq poya, somon, poxol bor, poxol. Poxol chiqarilmaydiganlarga bu to'liq qurib chiqariladi. Mol bor setkani qo'yamiz mana, setka qo'yish. Oson. Bo'ldi. Endi yero'ng'oq poya setka. Mol bor, mana qo'y bor ketdilar. Tamam. Bu mahallelik o'tgandan keyin ko'rsatuvda 1-2 ming aylanib turadi. Mana poxolimizni mayin qo'ygan. O'rdan asli mana. Bu yerga poxol, mana asli mana mayinlaydi. Yarim sancha 1 sm. Hozir somon. Yero'ng'oq palay ham bor mana. Endi bu o't chiqaradi. Endi don chiqaradimi deganlarga hozir bug'doy ko'rsatinglar bir. Bug'doy bilan makka solib qo'yganmiz. Bir ishlatib ko'rsatamiz. Mana katta. Allah endi mana bu atalab olib qilamiz. Bu turli shaklda chiqqani. Bug'doyda makkani, mardeli makka. Turli shaklda atalab olib chiqargan. Ikkili setkada o'ng qilib, terib kalasini o'ng qiladi. Buni endi drabelka narxiga keladigan bo'lsak, narxlarimiz 2 million so'mdan. 2 million so'm. To'g'ri ishlatgan 2 million so'm. Motorlari 6,5 kW, 3,5 ming oborot. Cho'yan mahaviydan 2 listan bo'ladi. Obor ishlatib ko'rsatib berishdan 2 million 300 ming so'mdan. Bu O'zbekiston bo'ylab.
Boradi, ishlatadi, ko'rsatadi, pulni berasizlar. Keyin yana bir dravikamiz bor. Buni mis motorlilarimiz 300 ming so'm qo'shilib bo'ladi. 2600 ming so'mga to'xtaydi. Motorlarimiz 6,5 kilovat, 3,5 ming oborot. Ashasiga to'g'ri 3 kilovatli yo 2 kilovatli motor qo'yib 2 million so'm qilganimiz yo'q. 2 million so'm o'sha motor. Yana bir dravikamiz bor, bu sal qimmatroq. Ya'ni menga yaxshi, baquvvat, ko'p xizmat qiladigan kelaysiz, mana 8 li turbadan bo'ladi. Cho'yanmahaviy motorlar 6,5 kilovat. Bularimiz 2 million 700 ming so'm dastavkasi buni. Alyumin motor 6,5 kilovat, 3,5 ming oborot. Mis motorimiz 3 million 100 ming so'm bo'ladi. Bularimizdan xuddi shunaqa nima setkalar 3 ta motorlariga bir oy garantiyasi bor. Hozir bundan qo'shimcha ko'rsatamiz. Doğru qo'l tanlamaydi, chiqaraveradi. Aka, narxlarni oxirida yana takrorlayverasizmi? Narxlarimiz universal draviklar 2 million so'm. Dastavka puli 2 million so'm, O'zbekiston bo'ylab. Rahmat, like bosib qo'yasiz.